Salom hammaga. Biz endi imlo o'rgansak, shuning uchun endi ikkinchi darsda o'tamiz. Hop, buning uchun biz birinchi indeksda velosiped olamiz. Hop, birinchidan nima qilamiz? Bu yerdan birinchi bitta papka ochamiz yangi. Ikkinchi dars nomli bitta indeks HTML faylni ochamiz. Birinchiga Shift plus 1 ni bosib turib, enter bosamiz. Hop. Buni birinchi brauzer ochib olishimiz kerak. Live server qilamiz. Mana ko'rgan bo'lsa hech narsa yo'q hozir. Hop. Endi sizlar bilan birinchi image tagi bilan tanishib chiqamiz. Hop, biz buning uchun bu nimaga kerak? Bu ekranga rasm chiqarish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni ekranda rasm qo'yamiz. Bu yerga yozamizki stilga image bu yerga source keyin alt deb yozamiz. Keyin esa qausni bekitamiz. Keyin bekitdik, keyin nima qilamiz bu yerga masalan tog'ning rasmini olamiz, masalan mountain deb yozamiz. Har xil tog'ning rasmlari chiqib keldi. Bunga bosamizda, bu yerdan mishkani o'ng tugmasini bosib turib, copy image adress bor, o'shani ustiga bosamiz. Keyin source'ni ichiga Ctrl plus qilib tashlaymiz. Mana endi ko'rayotgan bo'lsak, rasm juda katta ekan. Buni kichkinatirsak bo'ladi. Keyin bitta narsa, sizlarda masalan yangilanmayotgan bo'lishi mumkin avtomatik. Menda shunaqa bo'ladi. Bu yerda dumaloq bu paydo qiladigan bo'lishi mumkin. Bu yerda signal bo'ladi. To'g'irlash uchun bu yerdan setting bor. Hop. Bu yerda auto save bor, ya'ni avtomatik yangilash. Avtomatik saqlash. Sizlarda o'qib turgan bo'lishi mumkin, ochiq. After delay'da bosib qo'yishing kerak bo'ladi. Keyin avtomatik yangilanadi. Hop. Rasmni kichikroq qilamiz, juda katta bo'lib ketgan. Keyin bu yerdan beramiz, kod yozamiz. Bu yerdan stilkani ichiga yozishimiz kerak. Tashqariga chiqib ketib qolmanglar, unda ishlamaydi. Width deb yozamiz. Width bu biron bir obyektni eniga uzunligi. Hop. Bunga masalan 500 qilamiz. Ko'rgan bo'lsak, yangilandi. Eniga ham kichiklardi, bo'yiga ham kichikroq bo'ldi. Endi height beramiz, ya'ni height bu bo'yiga uzunligi. 300 beramiz. Mana ko'rgan bo'lsak, yanada kichikroq bo'ldi. Bo'yiga kichikroq bo'ldi. Endi biz berib ko'ramiz. Mana kichikroq bo'ldi, ya'ni masalan bunga 700 bersangiz ham bo'ladi, ya'ni ko'proq bo'ladi yanada. 400 yaxshiroq bo'lsa kerak. Mana yaxshi ekan, 400 bo'laveradi. Hop, bu yerga keyin alt degan bu nima deyishligi mumkin? Buni ham ko'rib chiqamiz. Bu alt nimaga kerak? Bu masalan mavjud bo'lmagan rasm bo'lishi kerak birinchi bunga. Bu yerda rasm yo'q. Bu yerda videoda height berilgan. Ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda rasm borga o'xshab turibdi. Bu yerda rasmda icon, ya'ni rasmi icon tanlanadi. Hop, bu yerda altda yozamiz. Yozamizki, bu joyda tog'ning rasmi bor. Yozamiz. Ya'ni ko'rgan bo'lsak, rasm yo'q va aytyaptiki, bu joyda tog'ning rasmi yo'q bo'lyapti. Bu yerda yozganimiz.
bitta foydalanuvchi ko'radida, bu yerda nima bor ekan nimasi. Bu yerda tog'ning rasmi bor ekan deydi. Rasm o'zi yokida o'chib ketgan bo'lishi ham mumkin. Hop, bu yerda qaytaramiz. Uni vaqt endi qaytib chiqdi, rasm chiqdi. Endi bu yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni bu faqat rasm yo'q bo'lganda bu ishlaydi. Agar rasm paydo bo'lsa, bu o'chiq turadi. Shunaqa. Endi href tagi bilan tanishib chiqamiz. Hop. Bitta A ga A deymiz. Ref deb yozamiz. Keyin qavsni bekitamiz. Oldingi masalan href nimaga kerak? Bu sahifadan sahifaga o'tish uchun yokida boshqa veb-saytga yoki rasmni ochish uchun kerak bo'ladi. Bunga masalan boshqa sahifaga o'tish deb nom beramiz. Chiqdi, href tikaloqda. Mana ustiga bosilyapti, lekin bitta refresh ham bo'lyapti. Lekin boshqa sahifaga o'tmayapti. Sababi bu yerda hrefga manzil ko'rsatmadik biz. Qaysidir boshqa sahifani manzilini ko'rsatmadik. Shuning uchun ikkinchi daftarchaga page email faylini ochishimiz kerak bo'ladi. Shift plus bilan bosamiz, enter. Hop, keyin buni ichiga hop tog'ning rasmini olamiz kelib. Kopiya qilamizda. Ko'rilsa, biz Ctrl V qilib tashlaymiz bu yerga. Bir xil tog' bo'lib qolmasin deb mana bu rasmni olamiz. Yomon tugmasini bosib copy image addressda qilamiz. Endi ko'rsak, yangilaveramiz bir. Keyin boshqa sahifaga o'tishga bosamiz. O'tmadi, sababi bu yerda qo'ymabdi manzilni. h.html yozamiz, bu yerda avtomatik chiqaraveradi. Bunga bosamiz. Endi boshqa sahifaga o'tdi, ya'ni page html ga o'tdi. Hozir hop, mana endi nima qilamiz? Bu yerda o'sha sahifaga o'tdi. Bu faqat o'sha sahifaga o'tish emas. Ma'lumotni kelib page ga ham yozamiz. href qilamiz yana. Ya'ni index.html dan page ga o'tyapti, lekin page dan index.html ga qaytib o'tish iloji yo'q. Bu yerdan bosib oladi, lekin bu yerdan websayt o'zidan iloji yo'q. Shuning uchun page dan index.html faylini chaqiramiz-da. Bunga ham orqaga qaytish deb nom berib qo'yamiz. Keyin bo'lsa mana chiqdi. Bunga bossak yana index.html ga o'tyapti. Buni bossak o'tadi. Shunaqa ishlayveradi kelasi endi. Xo'p. Endi nima qilamiz? Faqat sahifaga olib o'tmaydi. Boshqa veb-saytni ham chaqirsak bo'ladi. Crunchyroll deb yozamiz. Ya'ni veb-sayt bu. Bunga bosib turib, tepadan bitta URL bor. Manzili. Ctrl+C nusxalaymiz-da. Hop. Tashlaymiz. Ctrl+V qilib tashlaymiz. Yangilandi bo'ldi. Keyin boshqa sahifaga o'tishni bossak, bu Crunchyroll veb-saytiga avtomatik o'tib ketyapti, ko'rgan bo'lsak. Hop. Faqat veb-saytga emas, ya'ni bu yerda masalan bu yerda rasm bor-ku. Boshqa rasm olaylik.
Hop, bu yerdan copy image adresni olamiz. Keyin uni hrefga veb-saytni URL'ni o'rniga bir vaqt tashlaymiz. Uni ustiga bossak, rasmni chiqarib beryapti. Ya'ni faqat rasmlar, veb-saytlar sahifaga o'tish amallarini qilsa bo'ladi. Kerakli veb-sayt, keyin ko'p foydalanamiz bundan. Keyinchalik. Hop. Endi yangi narsani o'tamiz. Birinchi bitta rasmni to'liq bermayapman. Bitta rasmni faqat URL bilan emas, ikkita rasm bo'lsa, rasm mavjud bo'lsa, ham chaqirsa bo'ladi. Buning uchun meshgan o'yin tugmasini bosamiz. Bu yerdan copy image bor, ya'ni oladi rasmni. Ikkinchi dastachada image fotokasini ochamiz, ichiga tashlaymiz. Hop. Index HTML ichidan buni URLni ochib tashlaymizda, image deb yozamiz. Tanlaymiz. Image rasmini ham tanlaymiz. Endi bo'layotgan bo'lsak, bu avtomatik Google'dan URL orqali kelmayapti. Bu websaytda bor rasmni chaqirilyapti bu. Agar bu rasmni ochib tashlasak, delete qilsak, nima bo'lib qoladi va bu juda tog'ning rasmi bor bo'lib ishlayapti mana. Qaytardik. Ctrl+Z ni bosib qaytardik. Hammasi yaxshi ishlaydi. Endi yangi narsani o'tamiz. Variaty'ni o'tamiz. Bilan bu bo'lish uchun ishlasak bo'ladi. Boshqa matn turgan bo'lsa, enter bosib chiqmasdan bo'linmaydi. Ya'ni bu yerdan bo'linishi kerak, lekin bo'linmaydi. Buni bo'lish uchun variaty'dan foydalanamiz. Enter bosamiz. Ko'rgan bo'lsak, bitta struktura berildi. Hop, imageda tagidan ham var yozamiz. Avtomatik hammasi tushdi. Demakki yana bitta var yozamiz. Lekin bu yerda kodda bo'lingani yo'q. Ko'rinishda, lekin bu yerda bo'linadi. Var bo'laveradi. Hop, bu tursin. Endi sizlar bilan xaratek bilan tanishib chiqamiz. Hop. Bu yerda sari deb yozamiz. Bu uzun chiziq tortib beradi. Masalan, qayerda chegara qo'yish uchun ishlasak bo'ladi, bemalol. Hozircha hammasi shu. Darsimiz shu bilan tugaydi. Videoni tushunmagan bo'lsangiz qaytadan ko'ring. Xayr.